Toshkent viloyati Ohangaron tumanining tog'li hududida kattalar tomonidan unutib qoldirilishi oqibatida yo'qolib qolgan 4 yoshli bola Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan sog'-salomat topildi. Aniqlanishicha, voqea kecha 13 aprel kuni soat taxminan 17:00 lar atrofida sodir bo'lgan va oradan 6,5 soat vaqt o'tib, bolakay qutqaruvchilar tomonidan topilgan. Hodisa 13 aprel kuni Ohangaron tumani hududidagi tog'larda sodir bo'lgan. 6 nafardan iborat oila tarkibida 4 yoshli bola ham bo'lgan. Ular dam olish uchun yo'lga chiqqan. Sayr vaqtida soat taxminan 17:00 larda ular tog' cho'qqisidagi qorlarni ko'rish maqsadida yuqoriga ko'tarilishgan. Aynan shu joyda kattalar bolani unutib qoldirib, dam olishni davom ettirish uchun pastga tushib ketishgan. Bolaning yo'qligi taxminan 40 daqiqadan so'ng ma'lum bo'lgan. Shundan so'ng bolaning yaqinlari zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligining navbatchilik qismiga xabar berishgan. Yo'qolgan bolani qidirish ishlariga Toshkent viloyat Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasining qidiruv-qutqaruv guruhlari, shuningdek Qamchiq maxsus qutqaruv boshqarmasi xodimlari darhol jalb etilgan. Qidiruv-qutqaruv ishlari 6,5 soatdan ortiq davom etgan. Natijada 14 aprel kuni tungi soat 00:20 da 4 yoshli bola Olmaliq maxsus qidiruv-qutqaruv otryadi qutqaruvchilari tomonidan tirik holda topilgan. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, bola ota-onasi uni unutib qoldirgan joydan taxminan 3 kilometr uzoqlikdan topilgan. Topilgan vaqtda bola tizzasigacha qor ichida jim holda turgan bo'lgan.